Mana tog'li joylardan ham o'tib oldik. Xudo xolasa yaxshi. Esalomon o'tdik. Yukimiz og'irligi uchun to'g'risi cho'chib zo'rg'a keldim. Og'ir yuk bilan spustlarga, pastliklarga tushishda to'g'risi qiynab qo'ydi ancha. Orqadan bosib kelyapti. Mana treyler brek bo'lish kerak. Bu biziklarda yo'q ekan. Boshqa trak minganimda treyler brek, biroz treyler brekdan sal qo'shasdik. Hozir zo'q o'tib oldim to'g'risi. Yuragim hovuchlab. Birinchi marta o'tishim bu yo'ldan. Vodiy Peravaldan ham betar ekan bu yer. Men Vodiy Peravaldan yengil mashinada o'tganman, yuk mashina bilan yurmaganman. Yuk mashina bilan o'ta qiyin bo'lsa kerak o'zimizda ham. Las Vegas shunaqa cho'lliklar o'rtasiga qurilgan shahar ekanda. Men ham oldin boshqacha tasavvur qilardim. Oldin bu yo'l bilan emas, boshqa yo'l bilan biz kelgan edik. Bu yo'ldan endi birinchi o'tishim. Quyosh panellar. Amazon hamkasblar. Cho'lliklardan unumli foydalanyapti. Quyosh yorug'lik. Bundan energiya olyapti mana. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Yana mana shu tog'dan ham o'tamiz shekilli hali. Ha. Kattada ham bor ekan bu. Uzoqdan ko'rindi, men kim buni dedim hali. Tog'larda yukingiz yengilroq